Renessans TV namoyish etadi. Bu oyda qilinadigan xayr-saxovatning savobini dinimizda qanday ta'riflangan? Mana shu Ramazon hissiyot oyida insonning hislarini junbishga keltirib uyg'otadigan oy. Farz ibodatlardan bittasi zakot, moliyaviy ibodat. Xayr-saxovat bag'ri kenglik oyligi ham deb atashadi. Ba'zi bir holatlarda ko'ramiz, kecha qanaqa ahvolda eding, endi biz yordam ber odam bo'lib qoldingmi deyishadi. Qo'lidagi mol meniki deb ayta olmaydi. U omonat turibdi hali. Har kuni saharlik va iftorlik vaqtida odamiylik loyihasini tomosha qilib borishingiz mumkin. Ramazon oyingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Odamiylik loyihasining navbatdagi soni efirda va Ramazon oyidagi turkum suhbatlarimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, dasturimiz homiysi Solis Golden Tea kompaniyasi hamda ushbu kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan mana shunday ajoyib choylar. Solis Golden Tea. Tongni yaxshi kayfiyat va kuchli energiya bilan boshlang. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ramazon oyi yana bir bor muborak bo'lsin hamda ushbu muborak oydagi suhbatlarimiz davom etadi. Odamiylik loyihasining bu galgi mehmoni, bu galgi suhbatdoshimiz Oq uy jome masjidi imom xatibi Isroiljon domla Ismoiljonov bo'ladilar. Assalomu alaykum domla. Yana bir bor studiyamizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Salomat bo'linglar. Alloh salomat qilsin. Alloh tutayotgan ro'zalarimizni dargohi ilosida qabul aylasin. Inshaalloh Ramazoni sharifni munosib go'zal o'tkazib olishida Alloh hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Rahmat domla. Ramazon oyini xayr-saxovat, bag'ri kenglik oyligi ham deb atashadi. Va agar ruxsat bersangiz, mana shu oyda saxovat haqida, bag'ri kenglik haqida va bu tushunchalar qanchalik ko'payishi, qanchalik hayotimizga ko'chishi kerakligi haqida gaplashsak. Ko'ryapmiz, respublikamizning turli hududlarida xayr-saxovat ishlari avj olyapti. Eng yuqori doiralardan tortib, eng kichik o'sha darajadagi hududlarda ham mana shunday saxovat, peshalik avj olyapti va bu oyda qilinadigan xayr-saxovatning savobini dinimizda qanday ta'riflangan? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Mehribon Robbimizga hamdlarimiz, mushfiq payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlarimizni izhor qilamiz. Ramazon fazilatlar oyi, Ramazon go'zal tarbiya oyi, Ramazon hissiyot oyi. Bu oyda ro'zadorlarda hislari, shuurlari junbishga keladi. Nima uchun? Boshqa oylar vaqtida kundalik hayotida erta tongda nonushta qiladi, peshin vaqtida tushlik qiladi, kechki ovqatini yeydi-da, kunlar odatiy holatga aylanadi. Ramazon oyi kelgan vaqtda erta tongda saharlik qiladi, kun mobaynida taom yemaslik, suv ichmasligiga, mana shu kun mobaynida inson sekin ochlikni his qilib boradi. Bir kun bilinmas, 2 kun bilinmas, 3 kun bilinmas, 4 kun bilinmas, bir 5-6 kunni o'tgandan keyin inson o'zini badanida haqiqiy hissiyotni to'laqonli ravishda his qilishni boshlaydi. U hissiyot nima edi? Ochlik hissi. Ehtiyojlik hissi. Demak, unda ham ehtiyojlik hissi bor ekan. U ham och qolar ekan. Taomsiz bir narsaga qo'l yetmasdan imkonsiz yashash bu juda ham mushkulot ekan. Mana shu Ramazon hissiyot oyida insonning hislarini junbishga keltirib uyg'otadigan oy. Shariatda, islomda ibodatlar ham badaniy, ham moliyaviy ibodatlar bor. Badaniy ibodatlarga namoz, mana shu ro'za badan bilan qiladi. Moliyaviy ibodatlarga zakot, ham badaniy, ham moliyaviy ibodatga haj kiradi. Pul bor odam hajga boradi. Yo'lga qodir bo'lgan odam, quvvati yetgan, jismonan salomat bo'lgan odam hajga boradi. Chunki juda katta mashaqqatni bo'yniga zimmasiga olib borib kelish kerak bo'ladi hajga. Ana o'shanda qarangki, ibodatlarni Xudo taolo faqatgina namoz qilib qo'ysa ham bo'lar edi. Yo'q, bu inson modomiki hayotda yashayaptimi? Ehtiyojlar olamida yashayaptimi? Alloh taolo ibodatni shunday go'zal holatda taqsimot qilganki, har bir hayotni jabhasida Alloh taologa yaqinlik bor. Alloh taologa qurbat hosil qilish bor. Alloh taolo bilan do'stlashish bor. Alloh taolo bilan rishtalarni bog'lash bor. Siz yolg'iz ibodat qilmoqchisiz. Hech kim sherik qilmoqchi emassiz. Marhamat, ro'za tuting. Alloh bilan rishta bog'lanadi. Ana shunday. Jim, siz insonlar bilan birgalikda namoz ibodat qilmoqchisiz. Insonlar bilan birgalikda mushtarak holatda bir Alloh taologa bir go'zal qullik qilmoqchisiz. Marhabo, namozga chiqing, jumaga boring, jamoatga boring. Insonlar namoz qillar ichida. Yoki hajga boring, hamsafar bo'ling, ular hammasi boradi. Va shu bilan birgalikda siz shunday bir ibodat qilmoqchisizki, qo'lingizda Alloh taolo mol va davlat berdi. Go'zal holatda sizga yaxshi imkoniyat, kengchilik berdi. Shu kengchilikdan insonlarga yaxshilik ulashmoqchisiz. Marhamat, ehson qiling. Bu ham ibodat. Ya'ni inson
Robbisini roziligini topish maqsadida, Robbisini roziligi uchun har qanday qilgan harakatini Alloh taolo besamar qoldirmaydi. Innalloha la yudiyu ajral muhsinin. Alloh taolo hech qachon yaxshilik qiluvchilarni, ajrlarni, mukofotlarni zoya qilmaydi. Bu oyat. Endi saxovatni nima uchun Ramazon oyida kengroq targ'ib qilinadi desa, aslida saxovat har kuni bo'lyapti, alhamdulillah. Yurtimizda har kuni saxiylar bor, saxovat ishlari bor, har kuni bunaqa ishlar go'zal bo'ladi. Lekin Ramazon oyiga kelganda ko'rinib qoladi nima desa, ikki taraf ham his qilishni boshlaydi-da. O'sha saxovat qilayotgan odam ham o'zida his qilishni boshlaydi. Sahiylikni ko'rgan, birovdan yaxshilik ko'rgan odam ham his qilishni boshlaydi. Ramazonda ikki taraf ham bir nimada o'rnida turganligi uchun yoki bo'lmasa ikki taraf ham uyg'onganligi uchun shu narsa darrov yaqqol namoyon bo'ladi. Bu birinchi tarafi. Ikkinchi tarafi nima desa, Ramazon oyini Xudo taolo shunaqangi bir rahmat oyi qildiki, Ramazon oyida qilingan har bir nafl ibodatlarni, ajrini, farz ibodatlarni ajri bilan teng qilib qo'ydi-da Alloh taolo. Fazilati shunda-da. Ajr mukofoti ko'proq. Ana endi qarangki, shariatning eng katta farz ibodatlaridan bittasi zakot. Moliyaviy ibodat. Shaxsan faqirlarni, yo'qsillarni qo'liga beriladigan ibodat. Yadan biyadin. Qo'lni taniydigan ibodat. Bir kishi zakot chiqarmoqchimi? Zakot oluvchini borib qo'liga beradi. Mana shu ihson ibodat. Shuni farz qildi Alloh taolo. Nimaga? Chunki modomiki ochlar to'ydirilsa, yupinlar kiydirilsa, ko'ngli o'ksiklarning holidan xabar olinsa, jamiyatda birinchi xotirjamlik ta'minoti shu bilan ado bo'ladi. Ochlar to'ydirilib, yupinlar kiyindirilib, ko'ngillardan xabar olinsa, jamiyatda birinchi tinchlik va xotirjamlik ta'minoti mana shu bilan o'z o'rnini topadi. Inson qachon bilasizmi vahshiylashadi? Inson odatda bir narsaga ehtiyoji qattiq tushib qolsa, qattiq bir narsaga bog'lanib qolsa, mana shu narsani amalga oshiraman deb har qanday ishdan tap tortmaydi-da. Ko'p holatda ko'rsangiz, jinoyatlarning aksariyatini ko'rsangiz, majburiydan qilyapti. Nima uchun desa, o'sha mushkulot taranglashgan sari u o'zida jur'at paydo qilishni boshlaydi. O'sha mushkulotlarni taranglashtirmaslik uchun Alloh taolo ihsonni joriy qilgan-da. Yo'qsillarning ko'nglidan xabar olib turishlikni joriy qilgan. Shuni saxovat deydi. Odatda shariatda qanchalik o'rni bor desa, saxiylik eng katta go'zal narsa. Alloh taoloning o'zi saxiy. Payg'ambar alayhissalom saxovatda butun millatga, ummatga namuna bo'lgan zotlar. Ramazon oyi kelganda o'zi payg'ambar alayhissalom shunday ham saxovatni pesha edilar. Lekin Ramazon oyi kelganda undan-da saxiy bo'lib ketardilar. Qandoq edi desa, bir odam Arabiy keldi, Sahroviy kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir narsa so'raganda, bir ikkita vodiyni, ikkita tog'ni adirni o'rtasida bir uyum qo'y podasi bor edi. Shu bir uyum qo'y podasini bir kishiga shunday ihson qildilar. Aqli shoshib qoldi Badaviyni. Sahrodan kelgan odam bitta qo'y bilan ham kifoya qiladigan, xursand bo'lib ketadigan odamga bir to'da poda qo'yni shunday ihson qilyaptilar. Aqli shoshib qoldi. Qavmiga yetib borib aytdi: "Ey, tezda Muhammad oldiga boringlar." U olib kelgan dini, keltirgan dini va o'zi shunaqa odam ekanki, bitta men o'zimga shuncha qo'yib berib yubordi. Saxovatda unaqangi odamni ko'rmadim dedi. O'ylab ko'ring. Hali islomga kelgani yo'q. Tushunyapsizmi? Hali bir diyonat uchun bir go'zal namuna bo'lgani yo'q. Boshqa bo'lgan bir inson kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tanishyapti, shu tanishuv asnosida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu saxovat qilyaptilar. Bu kichik narsa emas. Demak, bizni payg'ambarimiz shunday bir saxovat pesha bo'lganlardan keyin biz ummatga bu fe'lni kasb qilishlik baxt-ku, rohat-ku. Saxovat shunaqangi go'zal narsaki, hamisha saxiylar yaxshi ko'rilgan. Baxillar yomon ko'rilgan. Payg'ambar alayhisalom ikkita xislat mo'minda jam bo'lmaydi. Iymon va baxillik. Iymon va baxillik bir insonning qalbida jam bo'lmaydi. Nima uchun desa, bu yerda juda go'zal bir tushuncha bor. Bu narsani to'g'ri anglash kerakki, nima edi u desa, aslida iymon nima edi? Allohga ishonch edi. Birligiga, borligiga, haqligiga va u o'sha bandani joni u zotning qo'lidaligi, taqdiri u zotning qo'lidagi, rizqi u zotning qo'lidaligiga iymon keltirishlik bu haqiqiy iymonning ko'rinishi shu edi, to'g'rimi? Insonning qalbiga iymon kirarkan, u mu'minlik maqomini oladi. Endi o'sha qalbiga iymon kirgan odamga baxillik sig'maydi. Nimaga? Razzoq u zot bo'lsa, Alloh bo'lsa, iymoni shunga taqozo qilgan bo'lsa, uni taqdiri Alloh taoloning qo'lida bo'lgan bo'lsa, qiyomatga borganda so'roq savob qilish kerak bo'lsa, ajr mukofotga muhtojligi bo'lsa, shuncha narsa turgandan keyin iymoni shu narsalarga iymon keltirgandan keyin baxillik qilish mumkinmi? Chunki iymoniy taqozo nimani ko'rsatadi desa, o'sha qo'lida, siz bilan meni qo'limda bor bo'lib turgan narsa ham Allohning mulkida o'zi aslida. Tushunyapsizmi? Alloh taolo o'zini fazli bilan siz bilan menga mulk qilib bergan narsani yana Allohning roziligiga topshira olmaslik bu iymonsizlikdir. Bu iymonning quvvatsizligidan-da. Agar iymoni haqiqiy salomat bo'lsa, bu mulk Allohnikida, menga berdi. Men Allohning yo'lida topshiraman. Bu iymonning ishi bu.
O'shaning uchun ham baxillik iymon hech qachon yonma yon turmaydi, bir joyga sig'maydi. Chunki baxillik iymonga xilof ish bu. Mo'minlikka xilof ish. Saxovat iymonning ishi. Shoirlar Rasulullohni maqtaganlarida ey faqatgina berish uchun kelgan zot, olish uchun emas deyishar. Sifatni ko'ryapsizmi? Madahni ko'ryapsizmi? Faqat berish uchun. Rasululloh faqat berib ketdilar. Biror narsa olmadilar. Oysha onamiz aytadilar. Onajonimiz. Rasulullohning vafotlaridan keyin menga deydilar. Bitta kosa bilan yarimtadan sal kattaroq arpa non qolgan deganlar. Va o'sha Rasulullohdan qolgan kosada men doim taom yesam, o'shani yerib aylantirib yeb turardim. Arpa nonni bir qancha muddatga cho'zganmanki, Rasulullohning sog'inchi kelgan payti bir tishlam olib yeb qo'yardim, shundan Rasulullohning sog'inchlarini bostirardim deganlar. Saxovatni ko'ryapsizmi? Rasululloh faqat berish uchun kelgan zot degan narsani dalili, hujjati, isbotini kim aytyapti? Rasulullohning haqiqiy xabardor bo'lgan ayollar aytyaptilar. Tuni kunlaridan xabardor bo'lgan onamiz aytyaptilar. Tashqaridan birorta sahoba aytsa, xo'p deyish mumkin, lekin insonni kishi haqida, bir inson haqida ta'rif berilayotganda, eng o'sha ta'riflarning eng kuchliligi kim desa, ichkaridan berilgan ta'rif. Onamiz ta'rif berdilar Rasululloh haqlarida. Eng saxovatli zot Rasululloh ekanliklarini endi bir bilaylikki, Rasulullohdan nima qoldi? Hech narsa qolmadi. Faqat berib ketdilar. Shu saxovatini. Endi bugun musulmonlar hammamiz ham olishni yaxshi ko'ramizda. Berishdan ko'ra. Ha, tahada va tahaba deydilar Rasululloh. Hadiya ulashib turinglar, muhabbatli bo'lasizlar. Hadiya shu darajada go'zal narsaki, insonlarning qalblarini ulfat qiladi. Gina kuduratni ko'taradi, hasadni ko'taradi, g'azabni ko'taradi, baxillikni ko'taradi. Qarabsizki, jamiyatda jipslik, xotirjamlik, jinoyatchilik kamayadi. Mana shunaqangi bir ko'ngil og'riqlar, dil ozorliklar kamayadi. Nima uchun? Inson oz bo'lsa-da, qo'lida bir narsasi bo'lsa, qanoat degan narsa, go'zal narsamiz bor-da. Qorni to'yib qolsa, alhamdulillah qorni to'q-ku. Ozgina usti yupun bo'lib qolsa, usti butku. Ana o'sha narsalarning ta'minotida bu saxiylik. Bizda bir narsani mezoni bor-da, saxiylik qilgan odam, zakot bergan odamni yuqori pog'onaga qo'yiladi-da, zakot oluvchi yoki bo'lmasam o'sha saxiylikka qilingan odamlarni sal past sanaladi. Yo'q, unaqa emas. Agar o'sha zakot oluvchi insonlar bo'lmasa, mol egalari, mulk egalari qanaqa ibodat qiladi? Qatga olib boradi zakotini. Qo'lida turib berish kerak. Saxovat egalari ham qanday qilib saxiylik qiladi? Allohning oldida saxiylik degan maqomni topish uchun qayerga borsin? Aslida o'sha saxiylikka muhtoj bo'lib turganlar o'zi ko'p yuqoriroqda turishi kerak. O'sha saxovat qilayotganda qalbi titrab turishi kerak. Bir insonga yaxshilik qilyapti, ihson qilyapti, yaxshilik ulashyaptimi? Qalb ichidan Alloh taolodan bog'lanib turish kerakki, Parvardigor qabul qilgan. Kibr kirib qolmasin. Manmanlik kirib qolmasin. O'zicha ustunlik kirib qolmasin. Chunki saxiylik bilan baxillikning mezoni qayerda desa, saxiylik bilan baxillikning mezoni shundayki, inson qalbiga qarash kerak. Bir narsaga saxovat qilayotgan vaqtda majburan qilsa, dunyoni saxovat qilib, saxiylik qilib, dunyoni ihson qilsa ham u saxovat hisoblanmaydi, saxiy bo'lmaydi. Qalbida shunga rozilik bo'lmasa, u baxil bo'lib turaveradi. Majburan saxovat qilib, majburan ihson qilsa, u saxiy bo'lmaydi. Saxiy qachon bo'ladi desa, bitta hattoki ignani berayotgan vaqtda rozilik bilan shu insonga mana shundan manfaat olsin. Alloh taolo shu insonni mana shu bilan manfaatlantirsin, ko'zi quvnasin deb turib, mutlaq qalbidan uzib chiqarsa, keyin saxiy bo'ladi. Bo'lmasa baxil bo'lib turaveradi. Saxovat bilan, saxiylik bilan baxillikning mezoni qayerda desa, qilayotgan ihsoni mana bu qalbidan uzilib chiqmaguncha u ihson bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, ihson bobrasida shunday aytadiki, sizni qilayotgan ihsoningiz misolini aytaymi deydi. Qilayotgan misolingiz, ihsoningiz misoli, ajri qanaqa bo'ladi, mukofoti desa, siz bir bug'doyni donini yerga ekasiz. Tushunyapsizmi? Ekasiz, u boshoq chiqaradi. U boshoqlarni har biri yana bittadan nima qiladi? Don qiladi. Bitta bug'doydan masalan 7 ta, 7 sanabi, 7 ta don chiqsa, 7 ta dondan boshoqdan yana 100 tadan bo'ladigan bo'lsa 700 tacha bo'ladi. Alloh taolo ajrlarni, mukofotni berayotganda Qur'onda shunday misol keltiradi. Lekin bitta sharti bor. O'sha bitta don 700 ta don bo'lishligi uchun nima qilish kerak desa, u yerga ko'milish kerak. Agar yerga ko'milmasa, o'sha bittalikcha turaveradi u. Ihson qilgan odam ham ko'mish kerak, uzish kerak. Ana o'shanda 700 ta donga ega bo'ladi. Saxiylik shunchalik muhim narsa-da, buni saxovat peshalarimizga biz bir narsani aytmoqchi bo'lamiz-da, yoki bo'lmasa ba'zi bir narsa tavsiya qilamizki, siz nimani saxovat qilyapsiz? Alloh sizga qilgan saxovatni siz qilyapsiz. Boshqa hech gap so'z yo'q bu yerda. Al-malu malulloh. Mol Allohniki, val g'aniyyu mutasarrifun fil ard. Boy kim? O'sha Allohning yerdagi mulkini vaqtincha tasarruf qiladigan odam boy hisoblanadi. Mol Allohniki, u omonat u. Bugun kimdadir, ertaga boshqasida. U Allohniki.
Endi o'sha berilgan vaqtda Alloh taolodan berilgan molni Allohning o'ziga topshirsa, u shuniki bo'ladi. U mol meniki deb aytadi. Aslida Alloh taolo bir odamga dunyo bersa, mol davlat bersa, aslida bilasizmi nima uchun beriladi bu mol davlat? Imtihon uchun beriladi. Shu berilgan mol davlatni yesa ham, ichsa ham, sayr-u sayohat qilsa ham, nima qilib olsa ham bo'laveradi. Marhabo. Halol mehnat bilan topib o'sha narsani o'ziga kasb qilgan bo'lsa, marhabo. Lekin Alloh taolo bu mol mulkni berayotgan vaqtda shunday bir imtihon bilan beradiki, shu mulk dunyoda sizni qancha aziz qilyapti. Shuni oxiratga ham olib o'tib keting deydi. Oxiraga olib o'tib ketish qanday bo'ladi desa, o'sha mulkni Xudoy taolo rozi bo'ladigan joylarga beradi. O'sha berilgan mulk o'ziniki bo'ladi. Qo'lidagi mol meniki deb ayta olmaydi. U omonat turibdi hali. Lekin Xudo uchun berilgani u haqiqiy o'ziniki bo'ladi. Rasulullohning huzuri muboraklariga bir qo'y keldi. Shunda qo'y tarqatilib qolgandagi Oysha onamizdan so'radilarki, nima qoldi dedilar. Deganlarida Oysha onamiz bitta qo'li bizga qoldi, qolgan hammasi tarqab ketdi deganlarda aytgan ekanlarni. Yo'q. Shu biz bitta qo'li bizga qolmabdi, qolgani qolibdi deganlar. Ana o'sha saxovat. Saxovat qilayotgan odam, ehson qilayotgan odam shuni tafakkur bilan qilish kerak. Ba'zi bir holatlarda ko'ramizda, kecha qanaqa ahvolda eding, endi biz yordam berib odam bo'lib qoldingmi deyshadi-da. Bu mezonni to'g'ri olish kerak. Alloh fazli bilan bergan narsani minnat qilishlikka hech kim haqqi yo'q. Chunki Allohning fazli qayerda ko'rinadi? Bitta odam tijorat qilyapti. Masalan, bir yo'nalishda chini piyola sotyapti yoki oziq-ovqat sotyapti. Yonida yana bitta do'sti xuddi shunaqa chini piyola oziq-ovqat sotyapti. Lekin ikkovining daromadi ikki xil. Biri yaxshi daromad qildi, biri kasodga kirib ketdi. Nimaga? Allohning fazli shu yerda ko'rinadi. Xudo hammaga ham ochib bermaydi bu ishni. Bir xil ish qilinaveradi, lekin natija har xil bo'ladi. Demak, Xudo taolo sizga fazl eshigini ochib, karam eshigini ochib, o'shandan manfaat, foyda olishlikni Xudo taolo oson qildimi? Qolganlarga shu eshik yopilib turibdimi? Shu eshikni ochgan zotning roziligini topish kerak-da. Shu eshikni ochib qo'ygan zotni go'zal holatda boshqa yopilgan eshiklarga ochish kerak-da bu odamlar. Tasavvur shunday bo'lishi kerak. Shunda mu'min haqiqiy iymoniga muvofiq yashagan bo'ladi. Baxillikdan omonda qilgan bo'ladi. Chunki baxillik juda yomon narsada. Qadimda tasavvuf ulamolaridan bitta go'zal rivoyat kelganda, qarangda, baxillikni shu darajada ular eshiklarni yopib tashlashganki, o'tgan salaf solihlarimiz, Allohni tanigan zotlarimiz saxovatni shu darajada go'zal o'zlariga kasb qilishganki, saxovat bu buyuk ne'matda, oliy xulqda bu. Husayn Antokiy aytadilar, tasavvuf ulamolaridan. Bir davrada o'tirdik, qariyb 30 kishi edik. O'rtada bitta non. Endi non hammaga taqsimot qilsa yetmaydi. Kichik non. Shunda nonlarni to'rg'adikda o'rtaga qo'yib, shamni o'chirdik. Bir-birlaridan hijolat bo'lishmasin odamlar. Shu shamni o'chirganda kim nimani topsa o'shani yesin. Nasibasi, rizqi shu. Shunday qildikda bitta nonni shunda 30 ga bo'lib taqsimot qildikda, qo'ydikda, svetni o'chirdik. Bir muddatdan keyin yoqsak, birorta non yeyilmagan ekanda deydi. Bu kishi yesin, bu kishi yesin, bu kishi yesin. 30 odam ham bir-biriga ravo ko'rgan shuni. Bir-birdan non yeyilmagan deydi. Shu saxovat, mezon shunda olinishi kerak. Musulmon odam bo'lib ham inson, banul bashar, odam farzandi bo'lgandan keyin unga aql berildi. Unga fahm berildi, unga ilm berildi. Shuncha berilgan ne'matlarni to'g'ri foydalanib yashash kerak. Bu islomni. Bu iymonni. Katta rahmat domla. Alloh salomat qilsin. Ilmingizni ziyoda qilsin. Bugungi aytilgan fikrlar, bugungi aytilgan tavsiyalaringiz o'ylaymizki, bizni tomosha qilgan yurtdoshlarimiz va bundan keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali ham tomosha qilib borishadigan yurtdoshlarimiz uchun foydali, manfaatli bo'ladi va Ramazon oyi yana bir bor muborak bo'lsin. Alloh hammamizga muborak qilsin. Suhbatimizning so'ngida Payg'ambar alayhissalomning go'zal duolari bor edi. Doim duo qilib turardilar. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'i dayn wa g'alabatir rijali wa qahrir rijal. Parvardigor, men sendan g'am va tashvishdan, xafagarchilikdan, ojizlikdan, baxillikdan, insonlarning qahridan, ularning g'azabidan panoh so'rayman dedilar. Va Rasululloh panoh so'ragan narsalardan bittasi baxillik edi. O'sha Rasululloh alayhisalom ham bekorga panoh so'ramadilar-da. Baxillik insonni juda ham bir hijolatga olib boradigan yomon xulqlardan bittasida. Biz faqatgina saxovat deganda moddiy narsani tushunyapmiz-da. Yo'lda ketayotgan vaqtda bir transport vositasi yo'l so'rayapti. Yo'l berish imkoniyati bor. Bermaydi. Shu ham baxilda. Bir odam ketyapti, salom bermaydi. Bu ham baxillik. Bir odam yo'l so'rayapti. Men bilmayman deyapti. Bu ham baxillik. Bilsa-yu aytmasa. Biz faqatgina saxovat deganda
moddiy narsani tushunmaylikda. Mutlaq hayotda insonlarda ehtiyoji tushdimi, o'sha ehtiyojni qondiradigan har qanday narsani inson maqomini olaveradi, saxovat maqomini olaveradi. O'sha payg'ambar alayhissalom baxillikdan panoh so'raganinglardek, biz ham baxillikdan panoh so'raymiz. Baxillardan bo'lib qolmaylik. Saxovat bo'lib ham o'zbek xalqini go'zal holatda haqiqiy urfiga, millatga, ongiga, shuuriga, urf-u odatiga singib ketgan ishlardan bittasi. Bizda qilingan saxovat boshqa millatlarda yo'q. To'ylarimizni ko'ring, marosimlarimizni ko'ring, bugun iftorliklarimizni ko'ring. Saxovatni jo'shganda jo'shadiki, go'zal holatda ummondek buloqdek portlaydiki, ya'ni buni timsoli butun dunyoni izlab chiqsangiz kam davlatlarda uchraydi. Shunday xalqimizni Alloh taolo omon qilsin, salomat qilsin. Ramazon oyini hammamizga Alloh muborak qilsin. Tushunarli domla, katta rahmat bugungi Salomat qilsin. ma'lumotlar uchun, tavsiyalaringiz uchun. Menimcha har qanday toifadagi, har qanday hududdagi insonlarga juda ham bir tushunarli ko'rinishda ma'lumotlar berdingiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Amin. Alloh yuzimizni yorib qilsin. Har kuni saharlik va iftorlik vaqtida odamiylik loyihasini tomosha qilib borishingiz mumkin. Ramazon oyingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Dasturimiz yakunida eslatib o'tamiz. Homiyimiz Solis Golden Tea kompaniyasi hamda ushbu kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan turli ta'mga, turli ko'rinishga ega bo'lgan mana shunday ajoyib choylar. Solis Golden Tea. Tongni yaxshi kayfiyat va kuchli energiya bilan boshlang.